Navoiy viloyatida yoshlar siyosati va ommaviy sportni rivojlantirish, shuningdek mahallada ishlash tizimining samaradorligi qat'iy nazoratga olingan. Xalq deputatlari viloyat kengashining yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining navbatdagi yig'ilishida ayni shu sohalardagi davlat dasturlari va qonunlar ijrosi tahlil qilindi. Mazkur masalalar bevosita O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining xalq deputatlari Navoiy viloyat kengashidagi deputatlik guruhi tomonidan tashabbusli masalalar sifatida kiritilgan. Viloyat oila va xotin-qizlar hamda sport boshqarmalari rahbarlarining hisobotlari tenglangan mazkur tadbir tafsilotlari galdagi lavhamizdan o'rin olgan. Kun tartibidagi birinchi masala davlatimiz rahbarining joriy yil 16 fevraldagi mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yo'lida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari va O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risidagi 22-sonli farmonning viloyatdagi ijrosiga bag'ishlandi. Mazkur yo'nalishda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan viloyat hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'ining hisoboti tinglandi. Ma'ruzada qayd etilishicha, mahalla va ishlash tizimi doirasida ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, xotin-qizlar bandligini ta'minlash va oilalar mustahkamligini asrash bo'yicha muayyan ko'rsatkichlarga erishilgan. Biroq xalq vakillari faqat raqamlar ortidan quvmay, mahallalardagi real vaziyatga baho berishni talab qilishdi. Ayrim hududlarda ajrimlarning oldini olish va ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarni manzilli qo'llab-quvvatlash mexanizmi hamon oqsayotgani ochiq aytib o'tildi. Yig'ilishda ko'rilgan navbatdagi muhim masala sog'lom avlod va sog'lom turmush tarzi poydevoriga daxldor bo'ldi. O'zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonunining Navoiy viloyatidagi ijrosi yuzasidan viloyat sport boshqarmasi boshlig'i hisoboti eshitildi. Bugungi kunda viloyatda ommaviy sportni rivojlantirish, ayniqsa yoshlarni seleksiya qilish va professional sportga yo'naltirish bo'yicha tizimli ishlar tashkil etilgan. Shu bilan birga deputatlar chekka qishloq va ovullardagi sport infratuzilmasining ahvolini keskin tanqid ostiga olishdi. Ayrim mahallalarda sport maydonchalaridan samarali foydalanilmayotgani, maktablardagi sport to'garaklari faoliyati esa faqat qog'ozda qolayotgani yuzasidan boshqarma boshlig'iga qat'iy savollar qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Milliy tiklanish partiyasining saylovoldi dasturida shu joylarda bir necha soha, jumladan mana shu xotin-qizlar sohasi, mana bugungi kunda o'rganyapmiz xotin-qizlar sohasi hamda jismoniy tarbiya sport sohasida o'rganishlar o'tkazildi. Mana bugun biz shu ikkita masalani ko'rayotgan ekanmiz. Viloyat doimiy komissiyasida o'rganyapmiz. Mana shu viloyatimizda xotin-qizlar masalasi, xotin-qizlarni o'sha ajrimlarni oldini olish, xotin-qizlarga yaratilayotgan sharoitlar, qizlarimizga yaratilayotgan sharoitlar, ularni o'qishga kirishi, berilayotgan imtiyozlar, hokazo o'sha kam ta'minlangan oila xotin-qizlariga qilinayotgan imtiyozli kreditlar bo'ladimi, o'sha reyestrga kiritish, o'sha ayollar daftariga kiritish bo'ladimi? Mana shu masalalarni biz hozir o'sha viloyatni doimiy komissiyasida o'rgandik. Biz hozirgi kunga qadar mana shu doimiy komissiya yig'ilishlarida 6 ta masala ko'rilgan bo'lsa, o'sha 6 ta masaladan 4 tasi viloyat sessiyasida muhokama qilindi. Nasib bo'lsa mana shu 2 ta masala jismoniy tarbiya va sport sohasi hamda xotin-qizlarga yaratilayotgan sharoitlar to'g'risida bugungi doimiy komissiyada o'rgangan masalalarimiz navbatdagi viloyat kengashi sessiyasida muhokama qilamiz va muammolarni bartaraf etish bo'yicha sessiya qarori qabul qilinadi va o'sha qaror ijrosi yuzasidan tuman va shaharlarga yo'naltiriladi va joylarda ijrosi nasib bo'lsa ta'minlanadi. Deputatlar soha rahbarlarining hisobotlari bilan cheklanib qolmay, joylardagi real muammolarni kun tartibiga qo'yishdi va ijro intizomini susaytirgan mas'ullarning javobgarligi masalasini ko'tarishdi. Muhokamalar shu qadar keskin tus oldiki, ko'rilgan masalalarning viloyat ijtimoiy hayoti va kelajagi uchun o'ta muhimligi inobatga olinib, ularni xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi sessiyasi kun tartibiga kiritish bo'yicha qat'iy qaror qabul qilindi. Doimiy komissiya mas'ullarga ijro uchun aniq muddatlarni belgiladi va nazoratni o'z zimmasiga oldi.